250 ming dona bu yerga ekilgan akajon. Uzumlarimizda qora kishmish, toyfa uzum, sug'diyona navlari bor aka bu yerda. Bular narxi qanaqa bilaman, bu uzumlar arzon bo'lmaydi. Shunday. Narxlari qanaqa buni? Bularning narxi Ana shu olma ko'chati ekilganiga qancha bo'ldi? Mana hosili ham bor ekan. Adashmasam bu pinkledi-ya. bu pinkledi olma ko'chatimiz. Ekilganiga bu 2-yil bu. Demak, o'zlaring ham bog' qilib, sinab ko'rayapsizlar, tajriba qilib. Aytgan sxemalariga, aytganlarda ko'chati to hosilga kirgancha aka tarbiyalab bera olamiz biz. Gilos pishig'idan keyin shaftolimiz pishishni boshlaydi aka, to kech kuzgacha pishadigan 4-5 xil shaftolimizning navlaridan bor aka. O'rikda asosan 2 xil navdagi o'riklarimiz bor aka. Rubitsa bilan Vanderkot. Wow. Hurmatli do'stlar, hozir men Samarqand viloyati Samarqand tumaniga keldim. Bu yerda uzum ko'chatlari plantatsiyasiga keldim. Shahram aka, Sherzod aka bu yerda uzum ko'chatlarini yetishtirib, xalqimizga, dehqon fermerlarga taqdim qilishyapti. Mana ko'rib turibsizlar uzum ko'chatlarini, mana ildizlarini ham ko'rib turibsizlar, akani qo'lida ko'chat turibdi. Shahram aka, o'zi bu yerda qancha uzum ko'chati bor va qanaqa uzum navlari bor? Bega akajon 3 xil turdagi uzum ko'chatlarimiz bor. 250 ming dona bu yerga ekilgan akajon. Uzumlarimizda qora kishmish, toyfa uzum, sug'diyona navlari bor aka bu yerda. Yangi bog'bonlarga qiziq, qaysi hajmda, qaysi shaklda ekish kerak bu uzum ko'chatlarini? Bu uzum ko'chatlarini aka asosan standart sxemasi 3/2 sxemada ekiladi aka. Shunda gektarga qancha sig'adi? Shunda gektarga где-то 1660 tadan ketadi aka. 1 gektarga. 1 gektarga aka. Traktor yuratgan orasi 3 bo'ladi, qator bilan qator olsa 2 bo'ladi. Demak, 1 gektarga 1600 dan ortiq ko'chat ketadigan bo'lsa, 1600 dan ortiq ko'chat ketadigan bo'lsa, demak, uzumdan bog' qilganlar, tokzor egalari boyvachcha desa ham bo'laverar ekanda. Xuddi shunday aka. Demak, qarang, uzum ko'chatlarini ekishdan oldin yerni tayyorlash qanaqa bo'ladi? Fosforli o'g'it berish kerak-a buni yer tayyorlashda? Avvalambor yerga fosforli o'g'it berish kerak aka, yaxshilab haydash kerak. Agrotexnikalarni o'zini me'yorda qilsa, erta bog' qilgandan keyin ham o'shanga yarasha haq oladi uzumdan aka. Aka, ko'chatni menga beringda bittasini. Qarang, mana shu ko'chatni mana sizdan sotib oldi deylik. Yangi bog'bonlar. Qaysi holatda ekiladi, qayergacha ekiladi? Buni asosan 40-50 sm chuqurlikda yer qaziladi aka. Xohlasin yamabur bilan, xohlasin ruchnoy kavlanadi. Undan keyin aka 40-50 sm mana yangi navda chiqargan joyigacha ko'miladi. O'ziga yarasha 1 satil, yarim satildan suv beriladi aka. Shu bilan ekish jarayonida. Ekish jarayonida. Qarang, ekilgandan keyin kesilib qo'yiladimi tepa joylari? Ekilgandan keyin aka asosan mana noyabr, oktyabr oylariga tramoda ekilsa agar aka, navdalarini shunday qayirib, ustiga ozroq tuproq taylab ko'm qo'yiladi. Bahorda ekilayotgan bo'lsa, birdaniga 3 ta 4 ta bug'um qo'yib, kesilib, birdaniga ekiladi. Demak, bahorda ekilayotganda mana shu 3 ta 4 ta kurtak qoldirib, kesib eksa bo'laveradi. Kesib eksa bo'ladi aka. Demak, kuzda ekilganda ko'mishni maslahat berasiz. Kuzda ekilganga endi oldindan qish qanday keladi bilmaymiz Bu aka. iqlim sharoitlariga qarab, masalan, hozir juda ham ko'p joylarda ko'milmayapti. Qish qanaqa kelishiga bog'liq. Mana yomg'ir ham yog'vordi. Demak, agar sizdan xo'p deylik bir bog'bon 10 ming tub ko'chat sotib oldi, siz unga ko'chatni yetkazib bera olasizmi? Masalan, dastlabki xizmatlari bormi? Xuddi shunday aka, yetkazib bera olamiz. Bizga mana 250 ming tub bega ko'chatimiz bor aka. Undan aka bemalol u kishini chiqqan aytayotgan sonlari chiqadi aka, yetkazib beramiz. Xohlasalar aka ekib berish xarajatlari addina bilan, lekin uni ham qilib bera olamiz aka. Aytgan sxemalariga, aytganlarda ko'chati to hosilga kirgancha aka tarbiyalab bera olamiz biz. Akaning aytishi bo'yicha, demak, o'sha hattoki bular faqatgina ko'chatni sotibgina qolmasdan, o'sha ekib berish xizmatlari ham bor ekan. Hududiga qarab, qaysi viloyat, qaysi tuman o'zlari borib, ekib berishadi va o'sha hosilga kirganiga qadar xabar olib turishadi, konsultatsiya berishadi, tavsiyalarni berib borishadi. Telefon nomerini qoldiramiz. Ko'chatlarning narxini oxirroq olib qo'yamiz. Bu uzum ko'chatlarni. Sizda yana qanaqa mevali ko'chatlar bor? Aka, bizda olma, shaftoli, zaldori, gilos, qaroli, olxo'ri ham deyshadi aka. Zardolini biz o'rgam deymiz. O'rgam deysizlar aka. Har xil navdagi mevali ko'chatlarni pashti 90% bor aka bizda. Hozir ularni ham ko'rsak bo'ladi, o'tib. Demak, biz hozir tokzordan chiqib, tok plantatsiyasidan chiqib, boshqa turdagi mevali ko'chatlarga kirgan joyga boramiz. Aka bilan shu yerda gaplashamiz. Sherzod akani ham dilidagi gaplarni hozir eshitib ko'ramiz. Mevali ko'chatlarga ekilgan plantatsiyaga keldik. Sherzod aka, hozir bu yerda qanaqa ko'chatlar bor? Bu yerda hozir olma bor, nok ko'chatlarimiz bor. 3-4 xil nok ko'chatlarimiz ham bor mana. Aka, qarang, mana shu olma ko'chati
Ekilganiga qancha bo'ldi? Mana hosili ham bor ekan. Adashmasam bu Pink Lady-ya. Ha, bu Pink Lady olma ko'chatimiz. Ekilganiga bu 2-yil bu. Demak, 2-yil. o'zlaring ham bog' qilib, sinab ko'rayapsizlar, tajriba bog' qilib. qator orasidan biz foydalanamiz mana. Qator orasiga ko'chat ekamiz, o'zi bog' qilganimizda maqsadimiz bog' qilish bu yerda o'zi. Mana qaranglar, akadan ko'chat olgandan keyin u qanaqa ko'chat bo'lishidan qat'iy nazar, nok bo'ladimi, shaftolimi, uzummi, 2 yilda mana o'zini namunasini beradi. Buni Pink Lady olma navida ko'rib turibmiz. Demak, qarang, bu yerda sizda hozir nok ko'chatlar, nokni qanaqa navlari bor sizda? Nokni Dushes navlari bor, yozgi pishar bular. Dushes eng mashhur noklarimizdan bu ham. Limonni degan sortlarimiz bor, kechki sortlar ular. Carmen degan sortlarimiz bor. U ham yozgi yaxshi pishar. Yozgi pisharlar hammasi. Bularni qarang. Hozir bu navlarni kuzda ekishni boshlashadi dehqonlar. Bular narxi qanaqa bilaman, bu uzumdaqa arzon bo'lmaydi. Shunday. Narxlari qanaqa buni? Ularning narxi 15 ming so'mdan 25 ming 30 minggacha sortiga, qanaqaliga, tag payvand taglariga hammasi farq qiladi. Gilos ko'chatlar ham bormi hozir? Gilos ko'chatlarimiz ham bor. Gilos ko'chatlar menimga juda ham hozir yoqyapti. Tashqi tuzilishi juda ham chunki baland. Ha, gilos. Qanaqa navlar bular? Bu gilos ko'chatlarimiz bu Summit sorti. Bu o'zini o'zi chaynatadigan navlarmi? O'zini skina sortlari bor. U o'zini o'zi chaynattiradi. Navlar. Gilos ekadigan dehqonlarning bog'larning katta muammosidan biri bu chaynanish bilan bog'liq. Ya'ni mavsumiylik bo'ladi, bir yil meva berib, bir yil bermaydi, yaxshi chaynalmaydi. O'zini o'zi chaynatadigan navlarga hozir talab yuqori. Akada hozir bu muammolarga yechim bo'ladigan navlar bor ekan demak. Xo'p, bu yoqda yana qanaqa ko'chatlarimiz bor? Bodom ko'chatlarimiz bor mana. Holati qarang, holati ideal. Bo'y basti ham ancha baquvvat. Bular bodom ko'chatlar. Bodomni qarang mana. Bu boshqa mevali daraxtlarga nisbatan bodom kamroq ekiladi-da, misol, to'g'rimi? Suvsizlikka chidamli deyshadi. Buni qanaqa qaysi payt eksa bo'ladi, ekish sxemalar haqida. Bu ham aka xuddi oddiy daraxtlarda ekiladi. Bu ham kuz faslida ekkani juda ham ma'qul aka. Ekiladi. Asosan buni tog'li hududlarga ham ekishadi. Iloji boricha issiqroq taraflarga ekishadi. Ko'p sovuq uradi degan ehtimol ham yo'q emas. Endi xalqimizga eng bir qo'rqayotgan tarafi bodomdan bahorda barvaqt gullaydi, sovuq urishdan qo'rqishadi. Erta bahorga kutilmagan sovuqlarning ta'siri bo'ladi. Birinchi bodomga kuzatiladi. Xo'p, endi hozir bizning iste'molchilarning eng asosiy talabi bu albatta yupqa po'choq bo'lgan bodomlar bo'ladi. Sizdagi bodomlar qanaqa? Bu prezidentskiy navli bodom, oliy toifali. Oliy toifali aka, yaxshisidan olib payvand qilganmiz aka. O'shani bozor rastasida eng tepasiga qo'yib qo'yadigan olifta turadigan bodomlardan desak bo'ladi. Shunday desak ham bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, aka, men bitta o'rik ko'chatlarini ko'ryapman. Bu o'rik navlari qanaqa endi bular? Bega aka, o'rikda asosan 2 xil navdagi o'riklarimiz bor aka. Rubitsa degan navimiz bor. Eng mashhur navlar. Eng mashhur barvaqt pishayotgan, asosan ikkalasi ham aka may oyida pishadi. To'ppa-to'g'ri. Rubitsa bilan Vanderkot. Rubitsa bilan Vanderkot navlari eng bozorgir, xaridor bob, ekspert bob. Aytmang, hozir bizda vodiyda juda ham mashhur bo'ldi. Ko'chatni sizlarga balandligini hozir ko'rsataman. Meni bo'yim 2 metr 10 sm emas, lekin o'sha bilsalaring bo'ladi ko'chatni qanchalik balandligini. Judayam ham ishlov berilgan. Bu yerda faqatgina agrotexnik tadbirlarda mukammal amalga oshirilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu ko'chatni ekilishigayoq 2 yildan keyin yuqori darajada hosil olishni kutish mumkin. Qancha o'rik ko'chat bor hozir bu yerda? Bu yerda aka 15 ming tup. 15 ming tup ko'chat bor. Endi qarang, boya aka aytishdi, Sherzod aka aytishdi, ko'chat navlari 20 dan 30 minggacha boradi deyishdi. Endi nav xususiyatlariga, sortlariga qarab. Xo'p, bularni ham boyagi uzumga o'xshab yetkazib berish xizmatlarini qilsa bo'ladimi? Iloji boricha O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Agar xarajatini qilsalar, misol o'zimizdan chetdan ham chiqarib bera olamiz aka. Qo'shni davlatlarga ham bemalol chiqarib bera olamiz deyapti. Bizda hozircha masalan 15 ming tup bor. Zakazlar olganmiz o'zimizga yarasha, lekin ortiqchasi hozircha bor. Agar kimga kerak bo'lsa, misol nomerlarga aloqaga chiqsa agar
yana qo'ldan kelgancha qilib beraveramiz. Shahram aka bilan gaplashyapmiz hozir. Shahram aka o'zlarining fikrlarini aytishyapti. Ko'chatlarni yetkazib berib, hattoki ekib berish xizmatlarini ham aytishdi. Uzun misolda boya aytdik. Bu xizmat barcha mevali daraxt turlariga amal qiladi. Faqat oldindan o'sha kelishib qo'yilsa bo'ldi. Demak, bemalol sizga bog'lanishi mumkin. Savollarni mana shu YouTube videomizni kommentariyasiga yozsa, o'zingizdan javob berib borasizmi? Bemalol aka. Demak, Nima xizmat bo'lsa qilishamiz. demak, videoga bitta like bosib qo'yamiz. Mevali daraxtlarni har qanaqasini shu akadan topishingiz mumkin. Manzil aka kelib o'zimiz olib ketamiz, sizlar bog'ni o'zidan olib ketish mumkin. Biz akani o'zi bog'ni o'zi ko'chirib berishadi. Samarqand viloyati, Samarqand tumani, uzoq viloyatlarda bo'lsangiz, akani o'zi yetkazib berishadi. Demak, o'rik ko'chatlari bilan tanishdik. Akada endi shaftolini ajoyib navlari bor ekan. Shahram aka, nima navlar endi bular? Aka, bu yerda shaftolini aka 5-6 xil nav bor. Xo'p. Erta bahor gilos pishig'idan keyin shaftolimiz pishishni boshlaydi aka. To kech kuzgacha pishadigan 4-5 xil shaftolimizning navlaridan bor aka. Demak, o'sha erta pishar, kech pishar Kech shaftolining pishar, navlari bor. o'rta pishar, 3 xil mavsumga pishadigan shaftoli ko'chatlarimiz bor bizda aka. Demak, o'sha parvarishlash, ekish, yetishtirishdan tortib boshidan oxirigacha aka o'zim turib beraman deyishyapti. Albatta, telefon orqali onlayn. Ko'chatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'rdilaring. Uzumdan tortib toki shaftoli, olma, bodom, nok, hamma turdagi mevali ko'chatlarni har xil kamida 3 tadan navlari bor akada. Bog'laninglar, telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, faqatgina bir dona like bosib qo'ying va albatta o'zingizni qiziqtirgan savollarni yozib qoldiring. Shahram aka vaqt topgan paytlarda albatta bu savollaringizga javob yozishadi. Salomat bo'linglar.